Ism haqida tushuncha. Yuqoridagi darsimizda aytib o'tganimiz kabi, ism o'zi bir ma'noga mustaqil dalolat qila oladigan va uchta zamondan hech biriga bog'liq bo'lmagan so'zga aytiladi. Ism ikki turli bo'ladi: jomid va mushtoq ismdir. Jomid ism deb boshqa so'zdan yasalmagan va nomlangan narsasiga qo'yilgan ismga aytiladi. Misol uchun, rojulun erkak kishi uchun qo'yilgan nomdir. Baytun uy uchun qo'yilgan nom. Ahmad va Muhammad bu insonni, erkak kishining ismiga qo'yilgan nomdir. Sayyaratun bu avtomobil, bir mashinaga qo'yilgan nomdir. Mushtoq ism deb u boshqa so'zdan yasalgan ismga aytiladi. Misol uchun, katibun, maktubun, kuttabun, maktabatun. Ushbu ismlar kitabatun masdar, ya'ni asl o'zak so'zidan yasalgan ismlardir. Eslatma: kitabatun, dorbun, qiroatun, julusun, navmun kabi masdarlar, asl o'zak so'zlar, bular jomid ismlar turkumiga kiradi.